Assalomu alaykum, hurmatli biznes egalari, tadbirkorlar yoki bo'lajak tadbirkor biznes egalari. Sizlarni bu darsligimni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Inshaalloh bu darslik sizlarga juda ham foydali bo'ladi. Agar siz offlayndan onlaynga o'tib biznes qilmoqchi bo'lsangiz yoki уже allaqachon onlaynda biznes qilayotgan bo'lsangiz, aynan shu Instagram orqali qanaqadir sahifangizni yuritib biznesingizni olib borayotgan bo'lsangiz, o'sha biznesingizda qiyinchiliklarga duch kelayotgan bo'lsangiz yoki yangi darajaga olib chiqmoqchi bo'lsangiz va o'zi asnovasini, bazasini tushunmoqchi bo'lsangiz, yaxshilash uchun, daromadingizni oshirish uchun qadamlarni bilmoqchi bo'lsangiz, sizga to'g'ri keladi. Undan tashqari, bugun biz sizlar bilan nega onlayn do'konlar ko'pi ochiladi, yopilib ketadi yoki ochiladi, lekin zo'r bo'lib keta olmaydi yoki bo'lmasam qanaqa 7 ta asosiy muammolarga duch keladi, o'shalar haqida gaplashamiz va offlayndan onlaynga o'tishni nimadan boshlashni bilmayotganlar uchun ham men foydali maslahatlarni beraman. Shu videoni oxirigacha ko'rishdan oldin sizga bitta savol beraman. Mana shu muammolarni qaysilari sizda bor? Birinchisi, blogerlarga reklama berdingiz, lekin sotuv deyarli bo'lmadi. Blogerga reklama berishdan umuman o'zi ko'nglingiz ham sovib ketib qoldi. Targetga pulni ayamaysiz, ammo natija siz kutgandek bo'lmayapti. Yoki umuman targetdan foydalanmaysiz, target nimaga kerakligini ham tushunmaysiz. Reelslar chiqyapti, lekin yangi obunachilar umuman kelmayapti. Sotuvlar ham past. Obunachilar soni bir joyda qotib qolgan, hech qayerga qimirlamayapti. Chiqib ketyapti, kiryapti, lekin bir joyda turibdi. Storieslarni tizimli yurita olmaysiz, tushunmaysiz qanaqa yuritish kerak, o'zi nimaga kerakligini ham bilmaysiz yoki minimal ravishda stories qo'yasiz, maksimalni stories funksiyasidan foydalanmaysiz. Hali ham o'zingiz sotib yuribsiz, direktga ham o'zingiz javob berasiz, o'zingiz buyurtma olasiz, o'zingiz dastavka chiqasiz, hali ham yordamchi olib, jamoa yig'ib, biznesni kattalashtirishni o'ylamagansiz. Offlayn savdoni onlaynga o'tkazmoqchisiz, lekin nimadan boshlashni bilmaysiz. Agar shu muammolar qaysidir sizda bo'lsa, shu video darslikni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Sababi man degan biznes egalari, man degan o'sha onlaynda tadbirkorlik qiladigan boshqa o'sha tadbirkorlar, biznesmenlar ham sizga bu maslahatlarni pulli kurslarda ham bermaydi. Chunki men tajribam katta, o'shalardan kelib chiqib shu ma'lumotlarni yig'ganman va sizlarga hozir bu haqida gapirib o'taman. Agar sizni ham shunday muammolar qiynayotgan bo'lsa, albatta aytganimdek darslikni oxirigacha ko'ring. Xo'p, endi keling o'zimni tanishtirsam. Mana o'ylayotgandirsiz, hozir meni eshitishni boshladingiz, ko'rishni boshladingiz. Bu Risolat kim o'zi? Nimaga men buni gapini eshitishim kerak? Nimaga buni bir 40-50 daqiqalik darsligini ko'rishim kerak o'zi? Ishonsa bo'ladimi bunga deb o'ylayotgandirsiz. Keling, shuning uchun qisqacha o'zimni tanishtirib o'taman. Shu orqali siz meni yaxshiroq bilib olasiz. Xo'p, meni ismim Risolat Umidovna. Umumiy hisobda 11 yildan beri Instagramda ish olib boraman. Undan 7 yili, mana 7 yil bo'libdi, shu kecha kunduz Instagramda o'zimni shaxsiy blogimni yuritib, ekspert bo'lib, shu yo'nalishda blog olib boraman. Xo'p, lekin ungacha esa ishoninglar, Instagramda qilib ko'rmagan ishimni o'zi qolmagan. Prosta tushunishinglar uchun 2014-yil boshlagan bo'lsam, bundan 11 yil oldin boshlagan bo'lsam, uyam sotganman. Dori-darmonlar batlar ham sotganman. Organizatsiyalar ham qilganman. To'y, marosimlari, beshik to'y, qanaqadir tug'ilgan kunlarning оформленияларni ham qilardim. Otajon, onajon yozuvlar ham qo'yardim. Kiyim ham ishlab chiqazganman. Kiyim Xitoydan olib kelib ham sotganman. Food blogerlik ham qilganman. Undan tashqari obzorniy bloger ham bo'lganman. Juda ko'p yo'nalishlarda ishlab ko'rib, oxiri o'zimni qalb kasbimni topganman va shu yerda qolganman. Hozir esa o'zim o'sha stories maker ssenaristman va asosan shu yo'nalishda o'quvchilarni o'qitaman. Umumiy Instagramdan o'zi pul topishi, Instagramda daromad qilayotgan bo'lsa, o'shani ko'tarishni o'rgataman. Shu kungacha juda ham ko'p bozordagi top mutaxassislarga ssenaristlik qilganman. Ularni zapusk paytida zo'r progrevlari yozilishiga sababchi inson bo'lganman. Umumiy hisobda shu kungacha $857 ming dan oshiqroq pulni o'zim va ekspertlarimga stories orqali ishlab berganman. Siz taniydiganlar Alima Aybekovni, Shahrizo Rustamovni, Aziza Ziyayeva, Go'zal Karamatova, Umida Kadri, yana kim mashhurlardan
juda ko'p insonlar bilan ishlaganman, ularni kadr ortida ssenaristi bo'lganman va katta daromad qilishligiga sababchi bo'lganman. Xo'p, Instagram mani asosiy ish joyim bo'lishiga qaramay, mani katta jamoam bor. O'zimni Toshkentning qoq markazida, sentrda ofisim bor. Yaqindagina bittagina ofis olgan edik. Hozir 3-chi ofisimizni ochdik. O'zimni call centrim, o'zimni jamoam, ishchilarim, xodimlarim bor. 20 dan oshiq inson shtatda qo'limda ishlaydi. Bizda hamma narsa ofitsialniy, menda litsenziyam bor, o'sha guvohnomam, o'qitishga haq-huquqim bor, nalog to'laymiz, hamma narsa ofitsialniy. 2019-yildan beri srazu men MCHga o'tganman. Tam odamlar aytgan, "Yo'q, tam o'zini o'zi band qilish qila qol yoki bo'lmasam YTT qila qol" degan. Men aytganman, "Yo'q, men katta оборотlar qilaman, baribir bilaman, shuning uchun srazu MCH qilaman" deganman. Xullas, firma qilib, qo'limda xodimlarni ishlatib, mana hozir shunaqa darajalarga keldim. 7 yillik tajribam asosida juda ko'p kurslar qilganman, juda ko'p loyihalar qilganman. 3 ta mualliflik kursim bor. Hozirda kadr ortida shouyim bor va klubim bor o'zimni. 3 ta qanaqa mualliflik kursingiz bor desangiz, birinchisi Rivan Mini kursi. Rivan Mini kursi asosan shu stories making va mobilografiyaga yo'naltirilgan. Stories makerlikni o'rganmoqchi bo'lsangiz yoki mobilografiyani chuqur o'rganib tushunmoqchi bo'lsangiz, aynan shu kursim, mini kursim sizga to'g'ri keladi, yozilsangiz bo'ladi. Bu 1 oylik, 1,5 oylik kurs. Ikkinchisi katta flagman kursim. 3 oyda, 4 oyda bir marta sotuvini ochaman. U yerda butun yillik umrlik tajribamni solib berganman. 2,5 oylik juda katta kurs. Mendan tashqari yana qo'shimcha spikerlar tomonidan darslar bor. Xullas 80 ta dars qilganmiz. U yerda 7 ta kasb o'rganib chiqsangiz bo'ladi. Juda katta ko'p bilim tajribani berganman. Bu meni flagmanskiy Rivan Stars kursim. Rivan Starsdan keyin Rivan Pro katta kursim bor. Rivan Pro mentorlik dasturim offline o'zi bilan birga bir ishlanadi, birga bir o'qitaman. 8 ta dars bo'ladi offline. Undan tashqari qo'shimcha onlayn boshqa bozordagi top bo'lgan mutaxassislar tomonidan darslar beriladi. 2 oy davomida bo'ladi. Formati shunaqa onlayn ham, offlayn ham. Offlaynda yana qo'shimcha razborlar ham bo'ladi. Men har bitta darsda 2 tadan o'quvchini qo'yib, razbor qilib, holatini aniqlab, yo'l xaritasi tuzib beraman. Keyingi darsga o'sha narsalarni qilib keladi. Natijalar prosta kolossalniy, bomba bo'lib uchib ketishadi. To'g'risi, Mushtariy Hisamidinova, stomatolog ortoped o'qigan, Glamour brend, yana buxgalterlar bor, ingliz tili o'qituvchisi, do'kon egalari, o'zi top bo'lgan ekspertlar, juda ham ko'p bozordagi kuchli mutaxassislar aynan shu kursimda o'qib darajasini oshirgan. O'zi nima kurs bu, nima qiladi u yerda desangiz, mana o'sha qanaqadir darajasi bor. Bu yerga 0 larni olmayman. 0 larga Rivan Mini, Rivan Stars kursi kerak bo'ladi. Rivan Pro kursimga o'tga o'sha qanaqadir darajasi bor, lekin o'sib ola olmayapti. Oyiga 2-3 ming dollardan ko'proq topa olmayapti yoki jamoa qilib kamroq ishlab ko'proq topmoqchi bo'lganlar. Shunaqa insonlar keladi. Men ularni saralab olaman, keyin ularni mana shunaqa o'qitaman. Atiga o'zi 30 tagina o'quvchi olaman. Shu Rivan Pro mentorlik dasturimga ham sotuvni mana shu darslikning oxirida ochaman, xudo xolasa. Xo'p, shu kungacha 3,5 mingtadan oshiq o'quvchilarni o'qitdim. Juda katta foyda olib kelib, aynan shu jamiyatda o'sishiga, shu ayol qizlarni o'zini ustida ishlashiga, shaxsiy rivojlanishiga, pul topishiga, uyiga 2 ta non ko'tarib kirishiga, bolasini boqishda qanaqadir qiynalmasligiga yordam berganman. To'g'risi, Allohning fazli, shunaqa ishim borligidan juda ham xursandman. Sababi bekorga yashamayotganimni his qilaman. Har bitta o'quvchimni kelib menga rahmatlarini aytganida, eshitganimda ko'zimda quvonch bo'ladi va shuncha jamoa mehnat qilayotgani bekorga emasligini tushunaman. Bu yerda mana bitiruvdan rasmlarimiz, har safar har bitta kursimning oxirida yoki 2 ta kursimni birlashtirib katta chiroyli bitiruvlar qilamiz va shunaqa tadbirlarda o'zim imtihondan o'tgan o'quvchilarimga sertifikat berib taqdirlayman. Xo'p, o'zimga keladigan bo'lsak, shaxsiy hayotimga deymizmi? Shu kungacha aynan shu Instagram orqali avvalo Alloh, lekin shu Instagram sababli
4 ta mashina olganman. Judayam to'g'risi o'zim xohlagan mashinalarni haydaganman. Уже qanaqadir mashina olish odatiy holga o'xshab qolgan. Undan tashqari uy-joy ham qilganman. Bitta emas, 2 ta uy olganman. Judayam ko'p sayohatlar qilaman. 35 ta yangi davlatni ko'rgan bo'lsam, umumiy hisobda 45 marta sayohat qilganman. Bir ikkita davlatlarga 2-3 martalab borganman. Sayohat qilishni sevaman, ishoninglar. Judayam yaxshi ko'raman. Har xil joylarga borib ko'rganman. Turkiya deysizlarmi, Moskva deysizlarmi, Tailand deysizlarmi, Dubay deysizlarmi, Shri Lanka orollari deysizlarmi, Oman deysizlarmi, Peter deysizlarmi, Baku deysizlarmi, Qatar deysizlarmi, xullas juda ko'p joylarga borganman va bu ro'yxatni tugatish niyatim yo'q. Hali yana niyatlar, maqsadlar oldinda judayam ko'p. Kasbim orqali yana juda ko'p hobbilarimni amalga oshirganman va oilamga juda katta e'tibor qarataman. O'zim sog'lig'im ustida judayam yaxshi ishlayman, qarayman, doimiy sport bilan shug'ullanaman, poxodlarga chiqaman, har xil sport turlari bilan shug'ullanib ko'raman, ot sportiga boraman. Xullas, judayam qiziqarli, judayam насыщенный hayotda yashayman. Kun grafikim judayam bir plotniy bo'ladi. Ko'rsanglar, har doim nima desa bo'ladi, rejada yashayman, tizimda yashayman va bu narsa meni judayam zavqlantiradi. Har doim qanaqadir maqsadlarim bor, o'sha maqsadlarimga erishayotganda qizman. Xo'p, endi kelinglar, men bilan tanishib olgan bo'lsanglar, men haqimda ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lgan bo'lsanglar, nimaga meni eshitishingiz kerakligini tushungan bo'lsangiz, darsimizni boshlaymiz. Xo'p, birinchi navbatda bitta narsani aytishim kerak. Instagramda biznes qilish oson emas. Xuddi o'sha offlaynda qanaqa biznes qilish kerak bo'lsa, xuddi shunaqa biznes kerak bo'lsa, undan ham ko'p momentlari bor. Va siz hozir offlayn biznesingiz bor bo'lsa, uni onlaynga o'tkazmoqchi bo'lsangiz yoki o'sha onlaynda ham sotuv qilishni boshlamoqchi bo'lsangiz, ikkalasini bittada olib ketmoqchi bo'lsangiz, bitta narsani tushuning. Siz zo'r biznes egasi bo'lishingiz mumkin, zo'r mutaxassis bo'lishingiz mumkin, tajribangiz ham katta bo'lishi mumkin, lekin siz hali Instagramda nolsiz yoki endi boshlayotgan odamsiz yoki balkim boshlagansiz, lekin qanaqadir qiyinchiliklarga duch kelyapsiz. Nima demoqchiman? Instagramda biznes qilish bu boshqa biznes qilish, bu boshqa biznes model va bu boshqa tajriba, boshqa bilimlarni o'ziga talab qiladi. Ikki xil biznesni olib ketishga to'g'ri keladi sizga. Buni siz tushunishingiz kerak. Siz alohida kerak bo'lsa o'sha SMMga o'qib chiqishingiz kerak, alohida bilimlar olishingiz kerak, alohida ustoz ko'rishingiz kerak. Chunki bu yerda ham o'zini nyuanslari bor, o'zini plus-minuslari bor. O'shaning uchun offlaynda zo'r biznes qilib yurgan, zo'r soqqa qilib yurgan, zo'r pulga urib ishlab yurgan odam fakt emas, что onlaynda ham zo'r qilib ketadi. Chunki bu ikki xil biznes model. O'shani tushunib olishingiz kerak, birinchisi. Ikkinchisi, bitta narsani miyangizga qo'yib oling. Instagram mana shu 3 ta bazada yashaydi. Sizning sahifangizda doimo shu 3 ta narsa bo'lishi shart. Bittasi bo'lmasa ham bo'ldi, hayot to'xtadi degani. Instagramda siz xohlagandek daromad qila olmaysiz, xohlagandek daraja natijaga erisha olmaysiz degani. Birinchisi shu, albatta o'zi, конечно, yo'nalish tanlab olamiz. Shu biznes qanaqadir bitta yo'nalishda bo'ladi. Maslahat beraman, har doim bitta yo'nalishni ushlashni. Ham tufli sotsangiz, ham ko'ylak sotsangiz, ham yubka sotsangiz, ham anaqa sumka sotsangiz, unda sal qiyinroq bo'ladi. Odamlar sizni bitta yo'nalishda yaxshiroq eslab qoladi va o'sha узкий nishani siz ushlaganingiz yaxshiroq. Mutaxassislikda ham, biznesda ham bitta yo'nalishni ushlaganingiz yaxshiroq. O'shanda muvaffaqiyat tezroq bo'ladi. Odamlar sizni tezroq shu bo'yicha eslab qoladi. Shu narsa kerak bo'lganda sizga murojaat qiladi. Xo'p, endi qanaqa 3 ta mana shu bazasi bor desangiz, birinchisi bu doimiy kontent qilish. Siz Instagram sahifangizga doimiy mahsulotlaringizni, xizmat ko'rsatishingizni qo'yib borishingiz kerak. Doimiy foyda berib borishingiz kerak. Doimiy rubrikalar, formatlar qilib o'sha bo'yicha kontent berib borishingiz kerak. Bir marta Instagramga kontentlar qilib mahsulotlaringizni yoki xizmat ko'rsatishingizni joylab qo'yib, bo'ldi, unutib yuborish o'zi yetmaydi. U narsa doimiy. Tim bo'li siz biznes egasiz. Sizda har kun nimadir yangiliklar bo'ladi. Mahsulotlar keladi, xizmat ko'rsatishlaringiz o'zgaradi. O'shani har kuni qo'yib borishingiz kerak. Har kuni 5 tadan, 6 tadan, 10 tadan assortimentingizga qarab. Doimiy kontent bo'lishi shart. Endi ikkinchisi, doimiy trafik, doimiy sizga yangi obunachi kirib turishi kerak. Mahsulotingiz, misol uchun aytaylik, mana shu stakan bo'ladigan bo'lsa, siz stakaningizni sotdingiz. Bittasi oldi, rahmat dedi, ichida
xursand bo'ldi. Endi u insonga ikkinchi marta yana stakan kerak bo'lgunigacha u sizni shunchaki kuzatuvchingiz, obunachingiz, lekin u sizga pul olib kelmayapti. O'shaning uchun biz yangi odamlarni har doim olib kirib turamiz, stakanga ehtiyoji borlarni va o'shalarga doimiy sotuv qilib turamiz. Sizni doimiy yangi odamlar ko'rib, tanib, qo'shilib turishi kerak sizga, tushunarlimi? Mana mana shu sizni ikkinchi qiladigan har doimgi ishingiz bo'lishi kerak. Reklama berasiz, target yoqasiz, reelslaringiz uchadigan qilasiz, glavniy oxiri sotuvga olib borishingiz kerak bo'ladi. Sotuvga emas, odam olib kirishga majburlashingiz kerak bo'ladi sahifangizga. Uchinchisi mana shu yerda уже sotuv, monetizatsiya. Siz monetizatsiya yo'llarini zo'r qilib olgan bo'lishingiz kerak. Direktingizga javob berishi tez bo'lishi kerak. O'sha odam yozdi direktga, tez javob berishingiz kerak. Sotuv uchun o'zingizda skriptlaringiz bo'lishi kerak. Klient bilan qanaqa gaplashilinadi. Keyin undan tashqari doimiy o'zi sotuv haqida aytib turishingiz kerak. Mana bu mahsulotlar qoldi, mana bu наличие, mana buni sotib olamiz, mana buni olinglar, mana novinkalar keldi, mana obzorlar, mana dastavkalarimiz, mana odzivlarimiz deb doimiy aytib qo'yib borishingiz kerak. Bu sizni doimiy sotuv qilishingizga sabab bo'ladi. Mana shu 3 ta narsada Instagram yashaydi o'rtoqlar. Birinchisi content, ikkinchisi obunachi yangi kirishi va uchinchisi sotuv. Mana shu uchalasini har doim qilishingiz kerak. Endi siz mendan so'rashingiz mumkin. Risolat, bittasini bo'lsa ham qilmasam nima bo'ladi deb. Doimiy kontent qilmasangiz sizni kuzatishdan naf bo'lmaydi odamlarga. Kirdi, bitta assortiment ko'rib chiqdi, bo'ldi. Sizdan kontent yo'q, nima qiladi sizni kuzatib? Unda sotuvingiz ham bo'lmaydi va sizga o'zi obuna bo'lib kuzatishi ma'no mantiqi qolmaydi. Ikkinchisi, agar mabodo sizda yangi obunachi doim kirib turmasa, sizda sotuvlar yo'q bo'ladi. Aytdim-ku, bitta stakan olgan odam ikkinchi marta stakanga ehtiyoji paydo bo'lishiga 3-4 oy vaqt kerak bo'ladi. Siz 3-4 oy kutib o'tirmaysiz, voy qachon olarkan yana deb. Yangi odam kirib turaverishi kerak. Endi uchinchisi, agar siz doimiy sotuv haqida eslatib bormasangiz, assortimentingizni ko'rsatmasangiz, odzivlar qo'ymasangiz, novinkalaringizni qo'ymasangiz, ostatik mol наличие nimaligini ko'rsatmasangiz, odamda sotib olish degan his-tuyg'u paydo bo'lmaydi. Bunda ham sizdan hech kim olgisi kelmaydi, ololmaydi, o'zi вообще eslamaydi ham, siz sotayotganingizni bilmaydi ham. Tim bo'li hozir konkurensiya kuchli. Tushundinglar o'rtoqlar, mana shu 3 ta narsani sizlar qilishinglar kerak. Endi onlayn do'kon egalari eng ko'p qiladigan 7 ta muammosi. Xo'p, endi onlayn do'kon egalari ko'p duch keladigan 7 ta muammo haqida gaplashamiz. Birinchisi, blogerlarga reklama beradi, hech qanaqa natija olmaydi. O'zi umumiy mana shu ikkinchi qismda mana shu odam olib kirishim kerak doimiy risolat, blogerga reklama beraymi yoki target yoqaymi yoki reelslarni o'zidan sotuv qilaymi desangiz, men sizga javob beraman, uchalasini ham qiling. Hech qachon targetni o'rnini bloger bosib bera olmaydi, bloger o'rnini target bosib bera olmaydi. Nimaga tushuntirib beraman? Blogerga reklama berishi shart, sababi blogerni xalq yaxshi ko'radi. Xalq yaxshi ko'rgandan keyin yaxshi ko'rgan blogeri sizni mahsulotingizni, xizmat ko'rsatishingizni reklama qilyaptimi? Demak, sizni ham mahsulotingizga insonlarda iliqlik paydo bo'ladi, yaxshi ko'radi. Mayli, reklama qildi bloger, birdaniga sotib olishmadi, zato mahsulotingizni, xizmat ko'rsatishingizni tanidi. O'shani siz glavniysi ushlashingiz kerak. Brendingizni nomi chiqdi. Misol uchun 10 mingta odam storiesini ko'rgan bo'lsa, blogerni bitta ham odam sotib olmagan bo'lsa ham, zato sizni 10 mingta odam eshitdi. Siz haqingizda ma'lumot oldi, siz borligingizni bildi. Kasanya qancha ko'p bo'lsa, ko'p marta siz haqingizda eshtursa, oxiri tan oladi va nimadir sotib oladi. Ungacha esa siz ko'p marta blogerga reklama beraverishingiz kerak. Target ham yoqishingiz kerak. Doimiy sotuv bo'lishi uchun va reelslaringiz ham uchadigan, oxirini sotuvga boradigan qilishingiz kerak. Xo'p, nega natija bo'lmasligi mumkin blogerga reklama berishingizdan desangiz, birinchisi bloger auditoriyasi sizga to'g'ri kelmagan bo'lishi mumkin. Misol uchun tasavvur qiling, siz ko'ylakchalar sotasiz, ro'molchalar sotasizda, keldingizda qanaqadir bir avtoblogerga, Innomarka haydaylik degan aka borku, o'shanga yoki Ayvashga reklama beryapsiz. Ko'ylagimni reklama qilib bering deyapsiz. U odam tam reklama qilib beryapti. Mana singillarim, opalarim kiyimlarni olinglar, zo'r ekan deyapti. Logika qayerda o'rtoqlar? To'g'ri kelmaydi, to'g'rimi? Kim sizdan sotib oladi? U yerda sizni kuzatadigan umuman obunachi yo'q, auditoriya yo'q, sizga mos keladigan, to'g'ri keladigan va sizni xaridoringiz, mijozingiz yo'q. Ana siz o'zingizni reklamangizni qimmat kiyim bo'lmasa, tam chechenkaga bersangiz bo'ladi. Auditoriya shunga mos, tam bilmayman, yana tam nargizga berasizmi? Yana xullas shunaqa ayol blogerlarga bersangiz, ayol blogerlarni ayollar kuzatadi va ayollarning ichida sizni mahsulotingizga talab bor va ehtiyoj bor. O'sha yerda yaxshi ketadi. O'shaning uchun siz har doim
qaysi blogerga beryapman, auditoriyasi menga to'g'ri keladimi degan savolni birinchi navbatda o'zingizga berishingiz kerak. Ikkinchisi, reklama sotuvga emas, shunchaki tanishtirishga qaratilgan. Chiqib mana bu iPhone ekan, o'rtoqlar, mana bu. iPhone bu iPhone, mana iPhone deb reklama qilib chiqsa, u ham to'g'ri kelmaydi. Siz albatta o'sha iPhone'ni sotib olishingiz mumkinligini ayttirishingiz kerak o'sha blogerga. Uchinchisi, ko'rib chiqing, o'ting kabi degan gaplarni o'zida reklama qildirish u ham to'g'ri kelmaydi. To'rtinchisi, reklama progresssiz bo'ladi. Dabdurustdan tap etib chiqadida, mana bu ruchka, mana shu ruchkani sotib olinglar deb chiqadi. Yo'q, bu ruchka nimaga kerak? Bu ruchkani nimaga o'zi sotib oldi? Nima foydalari bor? Nima afzalliklari bor? Nimaga aynan shu ruchka? Nimaga aynan shu do'kondan qizdirib, keyin sotuvga olib borsa, progress qilib qizdirib, ana o'shanda reklamangiz yaxshiroq ishlaydi. Va oxirgisi, taklif, narx, bonus, kafolat yetarlicha kuchli emas. O'rtoqlar, tushuninglar, hozir raqobat juda kuchli. Siz bo'lmasangiz boshqasidan ham sotib oladi odamlar. O'shaning uchun siz albatta shu narsani tushunishingiz kerak va qanaqadir zo'r bonuslar, takliflar, narxlar berishingiz kerak. Unikalniy торговое предложение deydi, UTP deydi marketingda. Sizdan olishligi kerakligini, afzalligini tushuntirib berishingiz kerak. Nega aynan sizni do'koningizdan olish kerak, boshqasidan emas. Sizda qanaqadir taklif bo'lishi kerak, unikal. Misol uchun, bugun sotib oling, yetkazib berish tekin. O'zi sizda shundoq ham yetkazib berish tekin edi. Uni auditoriyasiga u xuddiki uning uchun maxsus berilgan unikal savdo taklifidek tuyuladi. Shuning uchun biz albatta mana shu narsaga ham ahamiyat qilishimiz kerak. Xo'p, endi bularni qanaqa qilib yechimi bor desangiz, birinchi navbatda blogerni emas, auditoriyani tanlang. Mana auditoriyam, misol uchun, mana bu ko'ylagimni oladigan ayollar 30 yoshdan 40 yoshgacha muammosi gapga ko'yni topa olmayapti. Xarid qobiliyati, puli o'rtacha oyiga $500 topadigan bo'lishi kerak. Meni $50 ko'ylagimni ola olishi uchun. Bo'ldi. Endi shu auditoriyasi yig'indisi bo'lgan blogerni topasiz, o'shalarga reklama berasiz. Demak, sizga yosh qizchalar to'g'ri kelmaydi. Demak, sizga muammosi o'sha gap, paplarda yuradigan ayollar yig'ilgan odam bo'lishi kerak. Nima kiyishni bilmayotgan, xarid qobiliyati, arzonchi narsalar ko'rsatib, arzonchi qanaqadir kontentlar qiladigan blogerga to'g'ri kelmaydi. Kamida $50 ga ko'ylak sotib olish kerak. Bo'ldi. Endi ikkinchisi, blogerga tayyor sotuv ssenariysini berishingiz kerak. Blogerga qo'liga berib, bu mahsulotni mana oling, o'zingiz bilganingizcha reklama qiling desangiz, bloger qayerdan bilsin sizning mahsulotingiz afzalliklarini? Blogerga reklamaga berilayotganda muammoni aytish kerak. U muammoni, shu mahsulotingiz hal qilishini aytishingiz kerak. Oxirida natijani ko'rsatishingiz kerak va mana shu ketma-ketlikni oldindan yozib berishingiz kerak. Misol uchun, unda muammo bo'lsin. Gapga ketayotgandim, kiyim topa olmadim. Keyin men do'konga bordim, chiroyli kiyim oldim. Va qaranglar, narxlari ham hamyon ekan. Endi meni gapga kiyimim bor. Sizlarga ham gapga kiyim kerak bo'lsa, kelib shu yerdan olsanglar bo'ladi. Shu 30-40 yoshli ayollarga zo'r to'g'ri kelar ekan dedi. Ketma-ketligi bor, nima muammoni yechishi bor, natija bor, narx-navo haqida ma'lumot bor, oxiriga qattiq harakat berilgan. Mana shunaqa sizda ketma-ketlik bo'lishi kerak. Uchinchisi, bu reklamani 2-3 bosqichda qilishingiz kerakligi, o'sha progress qilib berishingiz kerak. Birinchi o'sha qizdirish kerak, intrigasi bo'lishi kerak, yechimi bo'lishi kerak va oxirida call to action'i chaqiriqi bo'lishi kerak. To'rtinchisi, boya aytganimdek, aniq biron bir taklif bo'lishi kerak. Profilga o'ting, obuna bo'ling bu sahifaga degan narsalar to'g'ri kelmaydi. Bizda albatta qanaqadir unikal taklif bo'lishi kerak. Misol uchun, buyurtma qiling, meni nomimdan 50% chegirmaga ega bo'ling. Buyurtma qiling, meni nomimdan 3-narsani sizga tekinga qo'shib berishadi. Nimadir taklifi bo'lishi kerak, hozir sizdan xarid qilishi uchun. Shunchaki obuna bo'lingni o'zi yetmaydi. Atmetka qilib bering deb blogerga reklamaga narsa jo'natasizlar yoki shunaqa reklamaga gaplashasizlar, hech qanaqa sizlarga keyin foydasi bo'lmaydi. Va beshinchisi, siz albatta natijalarni o'lchashingiz kerak bo'ladi. Natijalarni har bir bloger uchun alohida qanaqadir o'zingizda zametkada joy ochib, nechta odam keldi, necha pulga reklamasini sotib oldingiz, har bitta obunachi narxi sizga necha puldan tushdi, keyin u obunachilar sizdan xarid qildimi, necha pul ishladingiz, hammasini yozib, tahlil qilib
datalarni yig'ib borishingiz kerak bo'ladi. O'shanda qaysi reklama yaxshi ishlayapti, qaysi bloger auditoriya sizga to'g'ri kelyapti, o'zingiz uchun juda ham yaxshi analiz qilib olasiz, tahlil qilib olasiz. Keyin safar ham bilasiz kimga berish kerak, kimga berish kerak emas. Xo'p, onlayn do'kon egalari eng ko'p duch keladigan 7 ta muammoni ikkinchisi targetga pul ayashligi yoki bo'lmasam naborot umuman ayamasdan berib yuboraveradi, lekin hech qanaqa natija bo'lmaydi. Bu yerda nima bo'lishi mumkin? Mana shu 3 ta asosiy jihatga ahamiyat qilsangiz, inshaalloh sizda bu muammo bo'lmaydi. Birinchisi, tajribali targetolog bilan ishlanglar. O'rtoqlar, shunchaki Instagramda bundoq knopkadan target yoqish, reklama продвигать qilish, bu eskicha target yoqish. Bo'ldi, unaqalarni unutib yuboringlar. Sizlar professional ads manager orqali Facebookdan target yoqtirishingiz kerak. To'g'ri, xarajati kattaroq bo'ladi, targetolog ko'proq pul oladi, ko'proq pulingiz ketadi. Lekin siz o'tda ko'proq narsani tanlay olasiz ham. Mijozingiz qaysi viloyatdan, qaysi shahardan, necha kilometr sizni do'koningiz atrofidan bo'lishi kerak, yoshi, nimalarga qiziqqanligi, pul darajasi va hokazo shularni tanlay olasiz. Aynan shular uchun настраивать qilib reklamani yoqa olasiz va shular ertaga sizdan sotib oladi. Shuning uchun tajribali targetolog bilan ishlang. Ikkinchisi, target uchun xilma-xil maket tayyorlang. Bechora men targetologlarga rahmim kelib ketadi, o'rtoqlar, to'g'risi kelishadi, men bir ikkita dona video mana shunga target yoqib bering deydi. Targetga videoda har doim hook bo'lishi kerak, boshida e'tibor jalb qilish kerak, o'rtasida ma'lumot berilishi kerak, o'rtasida ma'lumotdan keyin foydasi, narxini qo'shib ketish kerak va oxirida qattiq harakatga chaqirish kerak. Shu ketma-ketlikda video olinishi kerak. Yoki shunchaki 4 ta kiyimni ko'rsatib, mana chiroyli kiyimlar deganni o'zida reklamalar ishlamaydi va bitta ikkita dona maket deganni sizlarga qanaqa tushuntirsam ekan, targetga mana shu videoga yoqib bering ukam deb berib bo'lmaydi targetologga. 10 ta 15 ta kreativ berish kerak. O'shandan qaysidirlari ishlaydi, o'shalarga keyin target yoqsa bo'ladi va o'shalarga keyin kattaroq byudjet ajratsa, kattaroq foyda ham oladi. Shuning uchun iltimos maketlarni ko'p qiling, har xil qiling va qaysi biri test qilib ko'ring. Birinchi 3 dollardan 5 dollardan yoqib ko'ring. Qaysi biri zo'r ishlagan bo'lsa, keyin o'shalarni yana qaytadan olib beraverasiz va o'zi o'shalarga ko'proq byudjetga target yoqasiz. Uchinchisi, iltimos targetdan pul ayamang. O'rtoqlar, 100 dollar, 500 dollarga 500 dollarga yaxshi yoqsa bo'ladi. 50 dollar, 100 dollarga target yoqib, zo'r natijaga erishaman, boy bo'lib ketaman deb o'ylamanglar. Bitta narsani tushuninglar. Agar to'g'ri targetolog tanlasangiz, to'g'ri maketlar yoqib berib target yoqsangiz, hech qachon targetga ishlatgan xarajatingiz xarajat bo'lmaydi. Targetga ishlatgan pulingiz investitsiya bo'ladi. Tushunarlimi? Shuning uchun biz albatta targetga pul ayamasligimiz kerak. Men o'zim targetga oyiga 3000-4000 dollar ishlataman. Anaqa kursimiz sotuv payti vobshe 15000 dollarlab ishlatib yuboramiz. Bitta joyga odamlarni yig'ib, webinar qilib nimadir qilamiz. O'zim targetga reklama yoqib berayotganimda nechta maket olaman? Nechta olamiz odatda? 60-70 ta olamiz. 60-70 ta video olamiz. Har xil gaplar gapirib chiqamiz, har xil kiyimda bo'lamiz, har xil joyda bo'lamiz. Qaysidirlari yeydi, qaysidirlari ishlaydi, qaysidirlari yaxshi natija olib keladi. Keyin o'shalarga kattaroq byudjet berib, o'shalarni ishlatamiz. Tushunasizlarmi? Instagramni yorib olib tushunsam ham, odamlarni analiz qila olsam ham, psixologiyam kuchli bo'lsa ham, marketingda bilimim bor bo'lsa ham, tajribam bo'lsa ham, men ham yaxshi targetolog bilan ishlayman. O'zim targetga yoqishga aqlim yetsa ham shuncha video olib beraman maket katta byudjet ajrataman. Tushunasizlarmi? Agar bu narsa shunchaki pulni havoga sarflash bo'lganda o'zim shunaqa ish qilarmidim? Yoki targetolog bilan ishlash kerak emas bo'lganda o'zim ishlarmidim? Yoki ko'p video olib boshlash kerakligi muhim bo'lmaganda shu ish qilarmidim? Yo'q, конечно. Shuning uchun sizlar ham shu ishlarni qilishingiz kerak. Xo'p, targetga reklamada ahamiyat qilishingiz kerak bo'lgan jihatlarini aytdim. Tajribali targetolog deganda nimani tushunasiz desangiz, target sohasida tajribasi bo'lishi kerak, кейslari bo'lishi kerak. Sizdan oldin ham qaysidir bizneslarga shu targetlar yoqib yaxshi natija olib kirib bergan bo'lishi kerak. Targetologga avvalgi ishlagan lidlarini, avvalgi ishlagan
kompaniyalarini ga olib kelgan foydasini, lead narxlarini bilishlik kerak. Hozir o'rtacha lead narxi endi har bitta biznesga u har xil. Bir xilligi lead narxi $20 dan ham tushadi, bir xilligi 15 sentdan ham, no o'rtacha $1. Agar $1 dan yuqori bo'lsa, o'ylab ko'rishingiz kerak. No, конечно, yana baribir aytganimda biznesingizga qarashingiz kerak. Targetologlar arzonga ishlamaydi. Arzonga target yoqib beraman deyaptimi? Demak, yo'q, u mutaxassis, sifatli mutaxassis emas, yaxshi tajribasiga ega emas. Agar siz uni qanaqadir tanishi bo'lmasangiz, boshqachasiga sizga unaqa arzonga target yoqib berishi yoki arzonga xizmat ko'rsatishni sotishi bu noto'g'ri, chunki yaxshi targetologlarga talab kuchli va ularga siz xarajat qilishingiz kerak bo'ladi. Qancha olib kirgan litidan, o'sha qancha odam olib kirganidan oxirida qancha sotuv bo'ldi, qanaqa konversiya bo'ldi, o'sha narsani ham so'rashingiz kerak. O'rtacha bozorda bizneslarda har xil konversiya bo'ladi. No, o'rtacha 10% konversiya yaxshi hisoblanadi, yomon emas. Target uchun har xil xilma-xil maketlar oling dedim. Endi o'sha haqida ham ozgina ma'lumot berib ketaman. Targetga yaxshi kontentlar berish kerak, sifatli bo'lish kerak. Auditoriyani yaxshilab chuqur analiz qilgan bo'lishingiz kerak. Tahlilingizdan kelib chiqib keyin kontentlarni yozgan bo'lishingiz kerak. Auditoriyani muammo xohishlarini juda yaxshi bilishingiz kerak va shu video maketingiz o'sha narsalarni yozib bergan bo'lishi kerak. Ani xitoyliklar zo'r videolar chiqazadi, bilasizlarmi? Tez ko'rsatadi mahsulotini, narsa to'kilib ketgan bo'ladi, shvabrada tez artadi, bundoq siqadi, mana deydi, mana shu zo'r shvabra deydi. Mana o'shalar zo'r target maket videolari hisoblanadi. Muammo bor, muammoni ko'rsatdi, yechimni berdi, afzalliklarini ko'rsatdi, narxini aytdi, oxiri xatti-harakatga bunaqa chaqirdi. Bo'ldi, mana shular target videoni zo'r hisoblanadi. O'zingiz mahsulotingizda, xizmat ko'rsatishingizda shuni ishlatishingiz kerak. Target uchun kamida 10 ta, 12 ta, 15 ta video maket tayyorlashingiz kerak. Maketlar avvalo Reelsda joylanib bitta testdan o'tish kerak. 15 ta videoni Reelsga joylab ko'ring, qaysi biri uchsa, o'shalarga target yoqtirganingiz yaxshi. O'shanda siz analiz qilib olasiz, analizga kamroq vaqtingiz ketadi va kamroq pul ishlatasiz. Eng ko'p ko'rilgan izoh va saqlashlar olgan maketlarni yana qayta olsangiz bo'ladi. Eng ko'p sotib olib kelgan maketlarni sal boshqacharoq kiyimda, boshqacharoq joyda xuddi o'sha narsa bilan olib chiqsangiz bo'ladi. Обязательно aytganimdek, samarador maket yasash texnikalarini odatda professional targetologlar o'zi beradi. Sizga aytadi, mana bunaqa targetga video oling deydi, ro'yxat qilib beradi, o'shani siz prosta olib berasiz. Uchinchisi targetdan pul ayamaslik. Target natija berish uchun unga real byudjet kerak. Targetga $50 ajratib, katta natija kutish xato. Target uchun yetarli miqdorda pul ajratishga odatlanish kerak. Xo'p, onlayn do'kon egalarini eng ko'p uchratadigan 7 muammosini 3-muammosi bu Reelslar chiqyapti, lekin yangi obunachilar kelmayapti degan muammosi. Nega bunaqa bo'ladi? Asosiy sabablari: Reels qiziqarli, lekin foydasiz, saqlashga umuman undamaydi yoki sizga obuna bo'lishga sabab bo'lmaydi. Hook bilan boshlamaysiz. Har bitta videoyingiz boshida 2 sekundda odamlarni o'ziga jalb qilib olib ushlab qolishi kerak, qiziqarli bo'lishi kerak. Bilasiz, hozir kontent juda ko'p, odamlar o'sha kontentni ham naq ko'radigan bo'lib qolgan. O'sha paytda odamlarning e'tiborini ushlab qolishga siz majbur qilishingiz kerak kontentingiz orqali. Nimadir boshida qanaqadir qiziqarli narsa qilsa bo'ladi. Telefonim tushib ketyapti desangiz ham qizuv boshlanadi video. Yoki bo'lmasam, voy, yoki nima bo'ladi? O'lib qoldi deb boshlasangiz ham, o'sha gapingizga to'g'ri kelsa, mos kelsa, o'sha gapingiz ichida eng qiziqarli joyini boshiga qo'yib yuborsangiz, 2-3 sekundda siz e'tiborni jalb qilasiz, o'sha videolaringiz uchish ehtimoli katta bo'ladi. Kontentda nega obuna bo'lishim kerak degan savolga javob yo'q. Misol uchun, meni sahifamga obuna bo'ling, sababi men sahifamda stories making bo'yicha qanaqadir foydali ma'lumotlarni beraman dedim. Sababi bor. Sizda sahifamga obuna bo'ling, eng sara kiyimlarni o'tkazib yubormaysiz yoki meni sahifamga obuna bo'ling, eng tez manikyur qiladigan insonga obuna bo'lgan bo'lasiz. Misol, nega sizga obuna bo'lishim kerak degan savolga o'sha yerda javob bo'lishi kerak har bitta kontentingizda. Profilga kirganda aniq pozitsiya ko'rsatilmagan bo'lsa, sahifa o'zini ushlab qoladigan qilib qadoqlanmagan bo'lsa, unda ham to'g'ri kelmaydi o'rtoqlar. Shuning uchun sahifangizga kirgan odam, voy, zo'r ekan, qolaman deyishi kerak. Rasmlaringiz zo'r, sifatli bo'lishi kerak, shapka profilingiz to'ldirilgan, qadoqlangan bo'lishi kerak. Bular haqida yana o'sha Revan Pro Mentally dasturimda ham to'liq etib o'rgatganman.
Endi qanaqa yechim qilsam bo'ladi desangiz, har bitta reelsingizni olayotganda o'zingizga bitta savolni berishingiz kerak. Shu reelsim 100 mingta odamga qiziq bo'lgan bo'larmidi? Birinchi savol. Ikkinchi savol, shu reelsimni ko'rgan odam menga obuna bo'lgan bo'larmidi? O'shanda siz ssenariy yozayotganingizda reelsingizga nima gapirishni o'ylayotganingizda, albatta o'sha joyiga nimadir qo'shib ketasizki, qiziqarli bo'lishi uchun boshida, foydali ma'lumot olish uchun va oxirida albatta qattiq harakatga undashi uchun. Bu narsa har bitta reelsingizda chiqishi kerak. Chunki bilmaysiz qaysi reelsingiz uchib ketib qoladi, qaysi biri sizga obunachi olib keladi. Shuning uchun hamma reelslarda boshida e'tibor tortamiz, foydali ma'lumot beramiz, oxirida qattiq harakatga chaqiramiz. Profilingizni pozitsiyasini aniq qilib qo'yishingiz kerak. O'sha reelsdan keyin o'tib sizni sahifangizga kirgan odam nega sizga obuna bo'lishi kerakligi, kimligingiz, nima foyda olishi va qanaqa natija berishingizni bilishi kerak. Mana shularni har doim yozib qo'yishingiz kerak. Misol uchun, pastel sotish bo'yicha mutaxassisman. Sizga eng sifatli va o'zingizga to'g'ri keladigan qulay hamyonbop pastelni tanlab beraman. 10 mingtadan oshiq mijozlarim bor. Davolniy tam nomeringizni qoldirsangiz bo'ladi. Hozir buyurtma qiling, tam yetkazib berish tekin deb yozsangiz bo'ladi, misol uchun. Har doim reelslaringizda mana shu 3 ta yo'nalishda kontent qilishga harakat qiling. Bu qonun qoida o'zi kattaroq qonun qoida, chuqurroq tushunishingiz kerak, lekin men xohlasam bu mavzuni ertalabgacha aytib bersam bo'ladi. Video darsligimiz qisqa, ularni endi xudo xohlasa Revan Pro Mentorly dasturim kelsanglar, qadam-qadam o'rgatib, chuqur tushuntirib beraman. Sizga ham aytib ketaman, qisman bo'lsa ham 60% sotuv kontenti bo'lishi kerak. Sababi siz tadbirkorsiz, biznes egasiz, mahsulotingizni yoki xizmat ko'rsatishingizni sotishingiz kerak. 20% foydali kontent bo'lishi kerak va 20% shaxsiy kontentingizdan qo'yishingiz kerak. Albatta o'zingizni ko'rsatishingiz, bolalaringizni, uyingizni ko'rsatish shart emas, lekin siz fikrlaringiz, shaxsiy tajribangiz, mijozlaringizni otzivi, nega siz hammasini aytib qo'yishingiz shart. Bular kerak bo'ladi. O'shaning uchun siz mana shu 3 ta narsani olib borishingiz kerak. Sotuv kontenti ham bo'lishi kerak, foydali ham bo'lishi kerak va shaxsiy kontentingizdan ham qo'yib borishingiz kerak. Xo'p, o'rtoqlar, reelslar bo'yicha tushunarli bo'ldi. Endi onlayn do'kon egalari eng ko'p uchraydigan xatolar deymiz, ham shu 7 ta muammoimizni 4-inchisi bu obunachilar soni bir joyda qotib qolgani. Nega bunaqa bo'ladi? Kontent foydali, lekin takroriy bo'lsa yoki profilda aniq pozitsiya bo'lmasa, ham u haqida, ham bu haqida, ham uni sotasiz, ham buni sotasiz, yoki har post reelsda obunaga sabab yo'q bo'lsa, aytdim-ku, har bitta reelsiz oxirida chaqiruv bo'lishi kerak. Sizni boshqalardan ajratib turadigan hech qanaqa farqli tarafingiz bo'lmasa, unikal savdo taklifingiz bo'lmasa, boya aytganimdek, yoki profilga kirganda va'da noaniq bo'lsa, tushunarsiz bo'lsa, unda ham sizda odamlar qolmaydi va obuna bo'lmaydi. Yechim qanaqa? Hamma uchun kontent qilishni to'xtating, faqat bitta auditoriyani oling va faqat o'shani og'riqini bering. O'sha aytganimdek, yosh taraflama, jinsi taraflama va nima muammosi taraflama aniqlab oling, faqat o'shanga urg'u bering. Misol uchun, agar men o'zimni ismim mutaxassisman deb olib chiqsam, ismim mutaxassis trillionta bozorda. Hamma bor, hech kim meni eslab qolmasdi. Lekin men stories maker, ssenaristman deb olib chiqdim va bu yo'nalishda, bu sohada hech kim yo'q. O'zim ismim mutaxassisman, agentstvam bor, shu bo'yicha xizmat ko'rsatish sotamiz. Biz shu bo'yicha o'qitamiz ham, shu bo'yicha o'zim meni kurslarim, o'quvchilarim. Lekin pozitsiyalanayotganimda o'zim stories maker, ssenarist tanitganman, shu bo'yicha odamlarning esida qolganman. Sizlar ham shunaqa qilishingiz kerak. Misol uchun, bolalar do'koni emasda, bir oydan 3 yoshgacha qizaloq kiyimlarini sotamiz. Mana, o'sha qizlarning onasi o'sha biladi, ha, siz do'koningizga kelsam bo'ladi, sizdan chiroyli kiyimlar topaman. Ham o'g'il bola uchun, ham qiz bola uchun, ham 1 yoshga ham 7 yoshga ham bo'lsa, sizni hech kim eslab qolmaydi. Hamma bilan bir xil bo'lasiz, hech qanaqa farqingiz bo'lmaydi. Ikkinchisi, obuna uchun sabab yaratishingiz kerak. Odam sizga obuna bo'lmoqchi bo'lganda o'ziga savol beradi. Agar obuna bo'lsam, men nimani olaman? Xuddi bilgan o'sha odamlarchi mana shu obunasi uchun, mana obuna bo'layotgan odam uchun pul to'lagandek o'ylab o'tirishadi. Obuna bo'lsammikin, bo'lmasammikin. O'shaning uchun biz buni tushunishimiz kerak va bundan to'g'ri foydalanishimiz kerak. Profilingizda va kontentingizda shuni aniq ko'rsatishingiz kerak. Qanaqadir chek-listlar, foydali maslahatlar, ma'lumotlar, qadamlar, aniq natijalarni berishingiz kerak. Profilga kirganda wow effekti bo'lishi kerak. Bu sizning 3-chi qiladigan ishingiz. Albatta o'sha bioingiz to'ldirilgan, zakreplonni postlar bo'lishi kerak, aktualniy storieslar bo'lishi kerak. Aktualniy storieslar ham bu sizni sahifangizni menyusi hisoblanadi. Mana shularni ham
обязательно to'ldirib qo'yishingiz kerak. Keyingi 7 ta muammoyimizni eng katta muammolardan biri bu 5-muammoyimiz storieslarni tizimli yuritishni tushunmaysiz. Ko'pchilik storiesni kayfiyatga qarab qo'yadi yoki nega qo'yish kerakligini tushunmaganidan 3-4 ta stories qo'yadi, bo'ldi shu bilan o'tib ketadi. Faqat sotuv uchun ishlatadi yoki bo'lmasam storiesni ahamiyati unaqa katta emas deydi va stories deyarli qo'ymaydi. Yoki nima qo'yishi oxirgi daqiqada o'ylaydida tirs qo'yib yuboradi. Yo'q. Natijada o'shanda storieslar sotmaydi. Storieslaringiz odamlar ko'rgisi kelmaydi va storiesiz orqali odamlar sizga yaqinroq bo'lmaydi. Vaholanki, aynan storieslar orqali biz sadoqatligini oshiramiz, auditoriyani, sotuvlarni qilamiz, assortimentni ko'rsatamiz va nega aynan sizdan sotib olish kerakligini tushuntiramiz, tajribangizni o'sha yerdan yetkazamiz va narxlar bilan o'sha yerdan chuqur tanishtirsak bo'ladi. Даже odamlar bilasizlar, mana shu post reelslarni ko'rishga erinadi. Любой odamda Instagramga kirsa, bunda kiradida, mana shu tez storiesdagi narsalarni o'sha kimlar nima qo'ygani storiesda ko'rib oladida, bo'ldi shu bilan chiqib ketadi. Chunki pastga tushishga o'sha vaqti bo'lmaydi. Tasavvur qiling, mana shu oxirgacha o'zi storieslarda, storieslarni ko'rib olishga vaqti yetmaydi. 60-70% stories ko'radi, chiqib ketadi. Demak, siz stories qo'ymayapsizmi? 60-70% mijozingizni e'tiborini shunchaki musorga tashlab yuborasiz hisobda. Siz ularga sotishingiz mumkin stories orqali, siz esa buni tashlab yuborasiz. Shuning uchun siz storieslaringizni to'g'ri chiroyli yozishni o'rganishingiz kerak. Buni ham esa albatta meni kurslarimda o'rgansangiz bo'ladi. 6-chi eng katta muammolaringizdan yana bittasi, hali ham hamma narsani o'zingiz qo'lingiz bilan qilasiz. Videoni ham o'zingiz olasiz, montajni ham o'zingiz qilasiz, sotuvlaringizni ham o'zingiz qilasiz, direktingizga ham o'zingiz javob berasiz va bu narsa sizni borgan sari charchatib boryapti va oxir oqibat biznesingizni yopib borish mumkinligi haqida ham o'ylab olasiz. Bor, kerakmi menga shu biznes deysiz. Chunki o'sha charchab ketgansiz, yoqmaydi, joningizga teggan. Bu to'g'ri. Bu естественный narsa, chunki men ham charchagan bo'lardim. Shuning uchun albatta jamoani to'g'ri yig'ib, to'g'ri boshqarishni o'rganishingiz kerak. Birinchi navbatda yordamchi oling. Hamma vazifalaringizni yozib chiqingda, nima ishlar qilasiz o'zi. O'shalarni keyin qaysilarini yordamchiga bersa bo'ladi, ajratib chiqingda va o'shalarni topshiring. Oylik berishdan yoki bo'lmasam uni ish bilan ta'minlab berishdan qo'rqmang. Rizqi Allohdan, siz sababchisiz. Yaxshi niyat qiling, yordamchi oling. Bitta yordamchi oldingiz o'xshamadi degani bo'ldi, yordamchilar hammasi yomon yoki endi yordamchi olish kerak degani emas. Zo'r yordamchilar bo'ladi. Men o'zim shu yoshimgacha 8 ta yordamchi almashtirganman. Ishonasizlarmi, hayotimning eng qiyin periodlaridan payti bo'lgan, shu men kvartirada yashagan paytlarim bo'lgan. 12 ta qiz bilan shunday yelkama-yelka yashaganman. Bu yoq tarafimga qarasam qiz uxlardi, bu yoq tarafimga ham qarasam qiz uxlardi-da. Endi hayotda shunaqa har xil vaziyatlar bo'ladi. Menda ham shunaqa boshimga sinovli kunlar tushganda shunaqa yashaganman. 1 yil, 1,5 yil. O'sha paytda даже meni yordamchim bor edi. Siz o'ylasangiz bo'lardi. Jonivar Instagramda blog yurityapsan, boshqa qilyapsan, lekin bir tuzura kvartira ol, o'zingga alohida chiq yoki kamroq qizlar turadigan joyda yurgin, qanaqa senga yordamchi desangiz bo'lardi. Yo'q, unaqa emas. Inson o'smoqchimi, masshtabga chiqmoqchimi, uni yordamchisi, uni qo'lida ishchilari bo'lishi kerak, uni jamoasi bo'lishi kerak. Chunki bitta inson hamma ishni qila olmaydi. Ulgurmaysiz fizически ham. Qaysi payt yashaysiz, qaysi payt uxlaysiz, yeysiz, ichasiz, qaysi payt ishlaysiz, qaysi payt pul topasiz. Meni hozir o'zi qo'limda mana 20 ta ishchim bor. Undan yana 5 ta odam bizga hozir kerak komandamizga. Moliyachi olishim kerak, HR olishim kerak, project manager olishim kerak. Xullas yana 1-2 ta odamlarim bor. Shular даже yetmayapti, chunki kattalashyapmiz, o'syapmiz, ish ko'payyapti. Xuddi shunaqa. Kichkinagina biznesingiz bo'lsa ham, birinchi qiladigan ishingiz yordamchi olish bo'lishi kerak. O'ylashingiz kerak emas, oyligi boshqasi deb. Ish bo'lgandan keyin u yordamchi kelib yoningizga kirib yordam berishni boshlagandan keyin siz o'zi avtomatik ko'proq pul topishni boshlaysiz va uni rizqini ham sizga qo'shib beradi Alloh. Siz berasiz uni. Xavotir olmang, shuning uchun yordamchi oling. Endi offlayndan onlaynga o'tmoqchi bo'lganlar yoki offlaynni bor, onlayn ham qo'shimcha qilmoqchi bo'lganlar yoki bo'lmasam o'zi umuman onlaynda noldan biznes boshlamoqchi bo'lgan, mana hali даже offlaynda ham biznes yo'q, onlaynda noldan boshlamoqchi bo'lganlar diqqatiga nima ishlar qilishingiz kerak. Men sizga hozir 5 ta qadamli yo'l xaritasini chizib beraman. Instagram platformasiga o'zi o'tishingiz yoki o'tda ham qo'shimcha boshlashingiz yoki o'zi umuman onlaynda ish boshlashingiz o'zini afzalliklari juda katta. Birinchisi, tez va oson boshlay olasiz. Sayt yoki murakkab tizim yaratish shart emas. Ikkinchisi, vizual mahsulotni namoyish qilish.
shunchaki oddiy telefoningizda suratga, videoga olasiz va mijozni jalb qilib sotishni boshlaysiz. Uchinchisi tezkor aloqali. Direkt orqali mijozlar bilan gaplashasiz, sotaverasiz. Hech qanaqadir murakkab call center qurishingiz shart emas. To'rtinchisi kichik investitsiya bilan ham marketing qilsa bo'ladi. Xitoydan 10 ta chexol zakaz qildingiz telefonga, 10 ta chexolni sahifa ochib, qadoqlab, chiroyli videolarga olib qo'ydingiz, joyladingiz, 10 tasini sotdingiz, keyingi safar 15 ta zakaz qildingiz, keyingi safar 20 ta zakaz qilib, chiroyli qilib sotdingiz, shunaqa qilib pul ishlaysiz. Kichkinagina investitsiya bilan ham shu $100 bilan ham boshlasa bo'ladi. Mijozni kuzatish va o'rganish. Kim sizni kuzatadi, nima og'riq xohishlari bor, nimaga qiziqyapti, o'shalarni ham bilib tura olasiz. Bu ham sizga juda katta plus bo'ladi. Agar sizda offlayn yoki katta boshqa biznes bo'lsa, onlaynda bu narsani yo'lga qo'ymagan bo'lsangiz, tahlil uchun sizga juda katta resurslar kerak bo'lgan bo'lardi. Endi qanaqa qadamlarimiz bor? Birinchisi, profilni tayyorlashimiz kerak. Kuchli bio yozishimiz kerak. Kim uchun nima foyda, natija, o'shalarning ma'lumotini beramiz. Foydali aktualliklarni yaratamiz. Buyurtma, narx hammasini ichiga qo'shib qo'yamiz. Yetkazib berish xizmatlarimiz haqida ham ma'lumot beramiz. Ikkinchisi, mahsulotni tayyorlaymiz. Suratlarga olamiz, videolarga tushiramiz, kontent qilamiz va narx, tavsiya va yetkazib berish shartlarini aniq qilib yozib, insonlarga taqdim qilamiz. Uchinchisi, kontent rejasini tuzamiz. 3 xil kontent turida kontent qilamiz. Sotuv kontentlari, ishonchni oshiradigan kontentlar qo'shimcha qilamiz, foydali kontentlar qilamiz va harakatga undaydigan kontentlar ham qilamiz. 4-qadamimiz biz albatta reklamaga vaqtimizni, kuchimizni, energiyamizni, pulimizni sarflaymiz. Reels postlarni o'sha oxirida qattiq harakatga jalb qilamiz, target yoqishni boshlaymiz, blogerlardan reklama olishni boshlaymiz. Natijalarni o'lchaymiz 5-qadamda va yaxshilashga harakat qilamiz. Sotuvlarimizni yo'lga qo'yamiz, tizimlashtiramiz va ko'proq sotishga harakat qilamiz. Qaysi kontent ishladi, qaysi reklama konversiya berdi, obunachi va buyurtma statistikalarini o'lchab borib, ularni hammasini yaxshilashga harakat qilamiz. Mana o'rtoqlar, va nihoyat sizlar bilan bugun nega blogerlar reklamalaridan yaxshi natija bo'lmasligi, ulardan yaxshi natija olish uchun nima qilish kerakligi, o'zi Instagram qanaqa 3 ta asosda yashashi, har bittasini qanaqa qilib yo'lga qo'yib olish va qanaqa darajaga olib chiqishligi, target reklama bilan ishlash, targetolog tanlash, obunachi olib keladigan reelslar qanaqaligini ko'rib chiqdik. Undan tashqari storieslarni uzluksiz yuritishi 3 ta asosiy qonun qoidasini tushunib oldik. Masshtablash uchun yordamchi olishingiz, assistent olishingiz kerakligini tushundingiz. Offlayndan onlaynga o'tish yoki offlaynda qo'shimcha yana onlayn biznes qilishni yo'l xaritasini ham bilib oldingiz. Bu darslik sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda fikringizni yozib qoldiring va boshqa biznes egalariga ham, do'stlaringizga ham bu videoni yuboring. Hozir esa ruxsat bersangiz, Revan Pro Mentorly dasturim haqida gapiraman. Sababi juda ham faxrlanaman. Har bitta mahsulotim, info mahsulotim, shu kursim deymiz, Mentorly dasturim deymiz, mana xuddiki bolamga o'xshaydi. U dunyoga keladi, o'sadi, rivojlanadi, natija beradi. Ko'zim quvonchida. Mana Revan Pro Mentorly dasturimda ham hozir mana 3-potokiga sotuv ochilyapti. Sizda esa oldindan yozilish imkoniyati bor va chegirma qo'lga kiritish imkoniyati bor. Ochyapmiz-ku mana 3-sini sotuvini. O'sha ikkitasida o'qiganlarini, natijalarini ko'rib, meni qanchalik duo qilishini, rahmatli aytishini eshitib, men to'g'risini aytaman, juda ham faxrlanaman. Shuning uchun bu narsa meni bir boshqacha xursand qiladi. Bekorga yashamayotganim, bekorga shuncha jamoa ishlamayotganini tushunaman. Keling, sizlarga qanaqa o'quvchilarim borligini ko'rsataman. Mana hozirgi oxirgi potokimda o'qigan o'quvchilarimdan Laylo Hakimova. Bularning hammasini odzivlarini mana Revan Pro odzivlar degan, o'sha Pro odziv degan aktuallikni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Birma-bir o'zlariga odziv berishgan. Bular hammasi живой o'quvchilar, hammasi o'zi pul to'lab kelib o'qigan. Hech qaysidan odziv beringlar deb iltimos qilmaganman. O'zligi ustoz, men odziv bering, boshqalar ham bilsin, boshqalar ham foyda olishsin deb mana shu 2,5 oy o'qib, o'zligi odziv bergisi keldi. Laylo
Hakimova mani Revan Stars kursimda ham o'qigan. Hozir Revan Proda o'qiyaptilar. Tugatdilar. Oldimga shu birinchi Revan Starsga kelganlarida telefonlari ham iPhone emas edi. Kvartirada yashashardi Buxorodan. Hozir mana telefonlar iPhone bo'lgan, o'zlarining jamoalarini yig'dilar, agentство ochdilar, ish boshladilar. И o'sha Revan Starsda уже $1,5 ming foydaga chiqqan edilar. Bo'lmasa qo'rqib kursga qarzga pul olib yozilgan o'quvchimda. Keyin esa yaxshi natija qilgandan keyin, ishonch hosil bo'lgandan keyin endi men yangi darajaga chiqishim kerak deb Revan Proga keldilar. Proda aynan ularga bitta yo'nalishni tanladik, razbor qildik. Mana shu holatda mana shu yaxshi deb tanlov qilib berdim. O'sha bo'yicha ketdilar. Mana hozir juda ham yaxshi natijalarga erishdilar. Kamroq ishlab ko'proq pul topyaptilar. Yordamchi olib ishlatishni boshladilar. Jamoani sekin kattalashtiryaptilar. O'zi jamoa yig'ishni boshladilar va yo'nalishlarni, pozitsiyalarini aniq qildilar. Biznes zavtraqlar qilyaptilar. Juda qiziqarli loyihalar bilan ishlayaptilar. Marjona Jurakulova oila karyerani bir vaqtda ushlaydigan, o'zi juda ham nima desa bo'ladi, bitta joyi tishlasa uzib oladigan qiz. Qizlar ovozi loyihasi bor, kelajak qizlari loyihasi bor. O'zlari o'sha chet elga grantlar asosida yutib o'quvchilarni jo'natish bo'yicha shug'ullanadilar. Juda ham keyslari ko'p, natijalari katta. Mana ular ham kelib, hozir aynan mediada qanaqa o'zlarini taqdim qilib, rivojlanib, ko'proq nima desa bo'ladi, taniqliligiga erishib, ko'proq odamlarga manfaat olib kelishni yo'lga qo'ydilar. Men Diyora o'zimni prodyuser o'quvchi, marketolog prodyuser, Revan Stars kursimda ham o'qigan, Revan Pro mentorlik dasturimning birinchi potokida ham o'qigan. Mana hozir ikkinchisini ham bitirdi. Juda katta loyihalar qilgan, juda katta bizneslarga marketolog sifatida kirib, ularni o'stirishiga sababchi bo'lgan. Uni keyslarini hammasini ham aytib bo'lmaydi. Keyingisi Gulixayr Uzubi, soch ekish bo'yicha mutaxassis, juda ham katta natijalarga chiqyaptilar. Mana kursga kelishlaridan oldin qo'rqardilar. Masshtabga chiqishga, shu odamlar nima deydi degan baribir xayollarida shu narsa turardi. Men nima desa bo'ladi, qanaqadir darajalari bo'lsa ham, topadigan daromadlari bo'lsa ham, zo'r yaxshi muvaffaqiyatga erishgan bo'lsalar ham baribir qo'rqardilar. Hozir mana masshtablashtirish, daromadlarini yana ham stabil qilib kattalashtirish, mijozlar sonini ko'paytirish, o'z umuman mijozlar oqimini yana ham kattalashtirishni o'rgandilar. Mediaga katta ahamiyat qaratyaptilar. Mana yordamchi olib sekin ishlatishni boshladilar. Nimaga yordamchi haqida ko'p gapiraman? Sababi kursimda aynan shu jamoani yig'ib, jamoa boshqarib, yangi darajaga chiqishni chuqur o'rgatganman. Chunki men o'ylaymanki, o'sish uchun bu narsa kerak. Kamroq ishlab, ko'proq pul topishimiz kerak. O'shalarni o'rgatdim. Mana hozir juda ham zo'r natijaga chiqdilar. Alhamdulillah, juda ham xursandlar, davolnilar. Keyingisi mana Durdona Lashburov, Durdona Rizayeva, o'zim andijonlik o'quvchimlar. 16 yillik tajribaga ega lashmaker spetsialistlar, mutaxassislar, kiprik qosh qiladilar. Ajoyib qiladilar va Andijondan Toshkentga ko'chib kelib, bu yerda hamma narsasini noldan boshladi shu qiz. Hayotini noldan boshladi desam ham bo'ladi. Andijonda tabiiyki o'piti bor, tajribasi bor, klientlari ko'p-da, ko'pchilik insonni taniydi-da. Noldan Toshkentda boshlashga majbur bo'ldi. Bu yerda hech kim bilan tanimaydi va hamma Instagramda ishini qiladi, pul topadi Instagram orqali. O'shanga Instagramlarni yuritishi bu yerda noldan boshlab zo'r ko'tarilyaptilar. Mana Xudoga shukr, targetlar yoqib, targetga maketlar yoqishni qanaqa maketlar olishni ko'rib chiqdik, darsda o'rgandilar. O'shalarning hammasini olib targetlar yoqib, mana bu yerda ham уже auditoriyalarni yig'yaptilar. Keyingi o'quvchim Madina Gulamova, Asal Shodiyevani tanisanglar kerak, o'shalarning PR spetsialisti, o'zini PR agentsiyasi bor. Undan tashqari yana boshqa agentstvalarni ham yurg'izadi. SMM agentsiyasi ham bor. Har xil bizneslarga marketing xizmatlarini sotib, ularning darajasini o'stirishga, ularning daromadini oshirishga yordam beradi. Juda ham davolni kursdan, u ham mana yordamchi oldi va nihoyat yordamchi oling deb jo'ri urgandan keyin oldilar. Kamroq ishlab, ko'proq pul topishni boshladilar. Mana kecha kunduzi ham $3-4 ming loyihalarni yopib, sekin o'sha masshtabga chiqyaptilar. Dilafruz Nabiyeva, bular meni eng yoshlari katta, lekin eng pozitiv,
eng intizomli o'quvchilarimdan shuncha yildan beri 25 yil adashmasam yildan beri ular недвижимость bilan shug'ullanganlar, realtor bo'lganlar, makler deymizmi, realtor deymizmi. Вот и mana shu yoshlarida полностью industriyani o'zgartirishga kirishdilar. Salon beauty sohasida ishlayman dedilar. O'shanga menga yordamingiz kerak, meni o'qitib bering, shu mediani tushunib yangi darajaga chiqib biznesda qiynalgim kelmayapti dedilar. O'qib o'rgandilar, juda ham довольныйlar aytdilar. Men kursga kelayotganimda o'ylamagan edim bunchalik ko'p natijaga erishaman, bunaqa ko'p ma'lumot olaman deb. Bu ma'lumotlar hali bizga yillar davomida asqotadi deb aytdilar. Undan tashqari yana bu yerda hozir men bilan aytmasam xafa bo'lishadi deyapman-da. Shuning uchun hammaligini aytishga harakat qilaman. No, baribir hammaligini sig'dira olmayman. Buxgalteriya bo'yicha Muhabbat opam yoshlari katta bo'lsa ham kelib, o'qib, o'rganib, 15 yillik tajriba bilan biznes boshlab qo'yganlar. Agentство ochganlar, o'sha firma konsaltingoviy, lekin uni yurg'izib ola olmadilar, qiynaldilar. O'shanga oldimga keldilar, yordam so'radilar. Men aytdim, "Xo'p," dedim, "Muhabbat opa, dedim, даже bitta jamoa olasiz, topshirib yuborasiz, SMMingizni, marketingingizni, mana bo'ldi, mana shular qilib bersin" deysiz. Lekin ularning ishini tekshirib olish uchun sizda o'zingizda bilim, tajriba, kompetensiya bo'lishi kerak-ku, desam, "To'g'ri aytyapsiz" dedilar. O'qidilar, o'rgandilar. Hozir shunaqa ko'p narsani o'rgandilar. Ko'zlariga yosh bilan o'tiziflar berdilar. Rahmat dedilar. Juda xursandlar. Roza Brand bu o'quvchim ham kursga kelayotganda nimaga kelyapti, nima sotib oldi, nega yozildi bilmagan, lekin hozir tushunyapti. Yaxshi ham yozilgan ekan, men yaxshi ham o'qidim, juda ko'p narsa o'rgandim deydilar. Pozitsiyalarini o'zgartirish bo'yicha ishladik. Umuman o'zi kattalashtirish, boshlab keyingi filiallarni ochish bo'yicha maslahatlar berdim. Shu bo'yicha bilim ma'lumotlarni o'zi kursda oldilar va juda ham hozir yaxshi natijalarga chiqdilar. Glamour brend o'zimni birinchi potokda o'qigan o'quvchilarimdan Zulayho Umarovni hozir o'zini ekspert sifatida ham tanitib, shu bo'yicha ham kurslar qilib, o'zini yana qo'shimcha daromadini yaratdi, do'kon ochdi, bitta mashinasini ikkita mashina qildi, Qoq markazdan do'kon ochdi, oldin bozorda edi do'koni. Hozir yana ham Instagramni yurg'izib, blogerlar bilan ishlab, shu maslahatlarim orqasidan juda ko'p natijalarga erishdi. Juda ham довольный, juda ham xursand. Har safar qayerda bo'lsa meni duo qilib, meni eslab, menga gullar, podarkalar olib keladi. Hech qachon unutmaydi, ustozlarning juda hurmatini joyiga qo'yadi. Molish Collection o'zimni eng yosh o'quvchilarimdan 18-19 yoshda oldimga kelgan. Birinchi potokda ham o'qigan mentorlikni. Noldan hayotini qurgan qiz desa bo'ladi, Xorazmdan. Shu yerda kelib, joylar qilib, mana hozir do'konlar ham ochish harakatida, mashina olaman deyapti. Kelganida hali unaqa bilimi ham, darajasi ham yo'q edi. Hozir o'zini qo'lida o'quvchilari 2000 tadan oshib ketdi. Ishchilari bor, narsalar tikib, aksessuarlar yasab sotadi. Shu sotishi bo'yicha ham kurslar qilib, kurslarni ham zapus qildi. Birinchi sotuvni o'zida 30-40 million ishladi. Uning uchun bu juda ham katta wow effekt edi. Juda ham xursand bo'lib qolgan. Hozir mana jamoa yig'ib ishlatyapti. Chet elga sayohat qilishni boshladi. Onasiga iPhone'lar olib berdi. Xullas, juda ham zo'r darajaga chiqyapti, o'syapti, to'xtamayapti. Bo'ldi shunaqa o'rtoqlar, yana ko'p o'zi o'quvchilar, ko'p natijalar o'sha aktualniyada ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi bilan sizlarni загружать qilmayman. Revan Pro dasturiga kelinglar. Xudo xolisa afsuslanmaysizlar, 8 ta offline dars bo'ladi. Har bitta darsda oxirida ikkitadan o'quvchini razbor qilamiz, yo'l xaritasini chizamiz. Har bitta darsda juda katta bilim tajribamni beraman. O'sha 11 yillik yig'gan bilim tajribamni hammasini bir joyga jamlab shu yerda berganman. Undan tashqari bozordagi top mutaxassislarni o'zini darslari bo'ladi. Onlayn tarzda ularni yozib berishadi. O'sha bo'yicha ham sizlar o'qiysizlar, o'rganasizlar, juda ham ko'p ma'lumot olasizlar va o'zingizlarga o'xshagan kuchli jamoaga kirasizlar. Men hozir aytib berayotgan odamlarimni tasavvur qilsizlarmi? Darajasi bor, puli bor, biznes egalari, o'zini qanaqadir bir muvaffaqiyatga erishgan nuqtalari bor. O'shalar hammasi bir joyga yig'ilib, kuchli bitta networking joyi bo'lib, o'qiydi, o'rganadi, o'qiyapti, o'rgandi. Mana har safar kursdan keyin gaplar o'ynashadi. Xullas, communityni ushlab turishadi. Zo'r-ku o'zingizga o'xshagan rivojlanayotgan, muvaffaqiyatga erishayotgan insonlar bilan bir jamiyatda bo'lishingiz. O'shanga kelinglar.
aytganimdek hamma shart sharoitlar bor, bilim tajriba bor. Pastda silka qoldiramiz, o'sha silkani to'ldirsangiz, ro'yxatdan o'tsangiz, men o'zim yaxshilab bitta tahlil qilaman va to'g'ri kelsangiz aloqaga chiqaman. Hammani ham kursga olmayman, to'g'risi, chunki o'zi 30 tagina joy. Mana Revans Starsga mayli 100 ta 200 ta odam o'qitamiz, chunki u onlayn. Bu yerda offlayn. Xohlasam ham 30 ta joyga yana bitta joy qo'shib 31 ta qilib bera olmayman. Shuning uchun yaxshilab tahlil qilib o'tamiz. Va juda ham kuchli xohishi bor, mas'uliyatni bo'yniga oladigan, natija qilaman deydigan, rostdan ham menga shu bilimlaringiz kerak deydigan va o'zi qanaqadir darajasi bor insonlarni bu kursga olaman. Aytganimdek, silkani to'ldiringlar, ro'yxatdan o'tinglar. Xudo xohlasa, meni tahlilimdan o'tsanglar, o'zim aloqaga chiqaman, siz bilan gaplashamiz, suhbatlashamiz, konsultatsiya qilaman. To'g'ri kelsa, keyin sizni kursga olaman. Keyingi darslarimni o'tkazib yubormaslik uchun albatta Instagram sahifamga ham, YouTube sahifamga ham obuna bo'lib qo'ying. Bu videoni esa boshqa biznes egalariga, boshqa tadbirkor tanishlaringizga yuborib qo'ying. Hammaga rahmat, vaqtingizga rozi bo'linglar.